Siz uchun bu oson tuyulishi mumkin. Bu yerda 4 oydan buyon mana shu kartoshkani ekib, bunga suv olib kelib, shuni boshida tog' toshlar orasida kapa tikib yashash oson emas. O'ziga yetarlicha mashaqqati bor. Lekin uddalaganidan xursandman. Mana qozilgandan so'ng kartoshkani tortyapmiz bittasini. Mana 1 kilo 0,01 kilo. Men Yuqori Machay mahallasida yashovchi Mavlonov Mangunur bo'laman. Yoshim 22 da, 2003-yilda tavallud topganman. O'tgan yili ishsiz yurgan edim. Yoshlar yetakchimiz uyimizga kelib qoldilar. Ular davlat tomonidan ancha imtiyozlar ajratilganini tushuntirib o'tdilar. Men uchun yer, kredit ajratishlarini so'ragan edim. Aloqa bankdan 80 million kredit ajratildi va 2 gektar yer bilan ta'minlandilar. Hozirda mana shu kartoshkalarni yetishtirish bilan shug'ullanyapman. May oyida kartoshkani ekkanimizdan so'ng birinchi bo'lib eng katta muammomiz suv bo'ldi. Suv uchun asosan kreditdan shlang olib keldik. Turbalar, quvurlarni yotqazdik. 7 kilometr shlang ketdi. Kartoshkani qazib sotdik. Hozirda bu yerda 30 tonnacha endi qazib bo'ldik. 40 million daromad bo'ldi. Hozirgi kunda Yuqori Machay mahallasida 700 nafar yoshim bor. Mavlonov Mangunurda Aloqa bankdan 80 million kredit ajratib, prezidentimizning 162-sonli qarori bo'yicha 80 million so'm pul ajratib berdik. Mana hozirgi kunda 2 gektar o'rmondan yer shartnoma qilib, hozirgi kunda mana kartoshkalar ekdik. Mahallaning drayveri mana shu asosan chorvachilik bilan dehqonchilik. Bu dehqonchilik bo'lmasa bizga misol zavod, fabrika bunday ish o'rin yaratish qiyin. Odatda kartoshka eski usulda qo'lda belkurakda kovlayapmiz va motokultivatorda ishlatyapmiz. 10-15 donagacha kartoshka chiqishi bor hozirda. Har bir tutdan. Mana kartoshkamizning hosili yaxshi, a'lo darajada. Juda chiroyli va sifatli. Eng muhimi, hech qanaqa kimyoviy o'g'itlar ishlatilmagan va tuproq va oddiy suvga yetishgan kartoshka. Har bir tutdan 2-3 kilogacha kartoshka olyapmiz hozirda. Kayfiyatim a'lo darajada, mehnatimizni oqladi. Bu tog' tosh orasida bunaqa kartoshka bo'ladi deb o'ylamagan edim. Kelgusi yilda yer maydonlarini kengaytirib, ko'proq ekish niyatimiz bor. Hech ikkilanmasdan mana shunaqa tog' toshlar orasida mana shunday kartoshka yetishtirish mumkinligini isbotladim. Mashaqqat qiyin, lekin mehnat shirin.